Assalomu alaykum va rahmatulloh. iOS olamiga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Swift asoslari darsimizni davom ettiramiz. O'tgan darsimizda biz data structure mavzusini boshlagan edik, ya'ni array massiv haqida gaplashib chiqqan edik. Bugungi darsimizda biz data structurening ikkinchi qismi, bu dictionary haqida gaplashamiz. Dictionary dasturlashi juda ham ko'p foydalanadi va bu juda ham muhim dars hisoblanadi. Xo'sh, bugungi darsimizda biz nimalarni o'rganamiz, nimalarga e'tibor qilamiz? Ya'ni birinchi o'rinda biz dictionary haqida batafsil o'rganib chiqamiz, unga elementlarni qo'shish haqida ko'ramiz, elementlarni o'chirish haqida ko'ramiz va boshqa barcha amallarni, kerakli bo'lgan amallarni barchasini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xo'sh, oldindan rasmlar tayyorlab bo'lganman tushuntirish uchun. O'tgan darsimizda biz arrayni ko'rgan edik. Mana bu joyda array. Ya'ni array ham, dictionary ham bo'lar bir ma'lumot data structure hisoblanadi, ya'ni ma'lumotlar to'plami hisoblanadi. Arrayni ko'rganimizda biz har bitta korobka deb oladigan bo'lsak, mana bu korobka. Korobkaning ichida nechta element, ya'ni nechta element qiymat beradigan bo'lsak, ularning har biri o'zini bitta yacheykasi bo'ladi. Anaqa to'rtburchak korobka deb hisobga oladigan bo'lsak, har birining ichida o'zini berilgan ma'lumotlar turadi. Va bu har bir ma'lumotning o'zini indeksiga ega bo'ladi. Bu array. Dictionaryda esa dictionary nima? O'zi dictionary lug'at degan ma'noni anglatadi. Key va value. Mana bu joyda rasm olganmiz. Key va valuesi bor. Dictionaryda mana bu ikkovsi bitta value hisoblanadi. Bir tarafga keyni beramiz, ikkinchi tarafga valuesini beramiz. Mana bu tarafga yana G bilan beryapmiz, joy. C-ni beryapmiz, computing. Mana bu ko'rinishda va mana bu indekslar bilan ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda key value. Bizlar mana bu joyda bitta element turadigan bo'lsa, dictionaryda esa bu juft holatda turadi. Key value bitta juft holatda bo'lib, bitta joyni egallaydi. Mana bu joyda korobkada bitta joyni egallaydi. Va bunda ham har bir element virgul bilan ajratiladi. Ya'ni yangi element qo'shmoqchi bo'lsangiz, virgul qo'shib, virgul yozib, keyingi elementni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, dasturimizga qaytamiz. Biz dictionarylardan nima maqsadda foydalanamiz? Dictionarylardan biz ko'rib turganimizdek, juftlik ma'lumotlarni saqlashda foydalanamiz. Misol uchun foydalanuvchining logini bo'lishi mumkin. Loginda email deymiz va emailga emailni beramiz. Pasport deymiz, pasportga berilgan pasportini beramiz. Telefon raqami, ya'ni phone number deymiz. Phone number deb kalit beramiz. O'sha kalit so'zida userda telefon raqamini saqlashimiz mumkin bo'ladi. Yoki sozlamalar holatida bizda theme bor, ya'ni bu joyda dark mode, light mode bo'lishi mumkin, yoki language tilda har qanday til bo'lishi mumkin. Language beramiz, o'zbek turibdi, yoki rus bo'lishi mumkin, english bo'lishi mumkin. Shu shaklda, ya'ni bu juftlik shaklda qo'yiladi. Language kalit so'zini beramiz va o'sha languagega biz har qanday bitta language kalit so'zini beryapmiz va unga biz hozirgi amal qilib turgan language qaysiligini berib yuboramiz. Masalan, hozir o'zbek tilida turibdi. Keyingisi rus tili bo'lishi mumkin. Language deymiz, rus berishimiz mumkin. Language deymiz, o'zbek berishimiz mumkin. Xuddi shu shaklda ma'lumotlar juftligini saqlash uchun foydalanamiz. Xo'sh, ko'radigan bo'lsak, bitta array yasab olganman. Bu dictionary bilan bir-birini taqqoslash uchun, yaxshiroq tushunish uchun kerak bo'ladi. Yaratish usullarini ko'radigan bo'lsak, bo'sh dictionary yaratamiz. O'zgaruvchi ochamiz. Xo'sh, fruits. Bunda ham xuddi shu shaklda fruits yozdik, 2 nuqta yozyapmiz va bundan oldindan qanaqa turdagi ma'lumot kelishini aytamiz. Ya'ni bu ham xuddi arrayga o'xshab shu ko'rinishda ochiladi. Va bu joyda key berishimiz kerak. String va string. Demak, bizga key string bo'lsin va unga keladigan valuesi ham string bo'lsin deyapmiz. Tenglik qo'yamiz. Arrayda tenglikdan keyin bu ikkita qavs belgisini qo'ygandan keyin bo'lgan edi. Dictionaryda esa ikkita nuqta qo'yishimiz kerak.
Chunki bu har biri ikkita nuqta bilan ajratilgani uchun, value key ikkita nuqta bilan ajratilgani uchun shu shaklda bo'sh dictionary yaratamiz. Ikkinchi shaklda dictionaryni ikkinchi shaklini ko'radigan bo'lsak, ikki qilaylik. Shu shaklda string deymiz. Masalan, int deymiz. Mana bu shaklda. Demak, bizda dictionaryni bo'sh dictionary yaratishda ikki xil shaklda yaratishimiz mumkin. Birinchi holatda oldida qanaqa turdagi ma'lumot kelishi kerakligini oldindan aytamiz va mana bu ko'rinishda bu belgi bilan bo'sh dictionary yaratamiz. Ikkinchi shaklda esa tashqaridan birdan qanaqa turdagi ma'lumotligini birdan aytamiz va bo'sh arrayni ikkita mana bu qovus belgisini qo'yganimizda bizga bo'sh array yasalgan hisoblanadi. Bu yaratish. Endi yaratishda qiymat berishni ko'ramiz. Men buni yopib turaylik. Endi hozir ko'ramiz. Bizda key string deyapmiz va valuesi ham string bo'lsin deyapmiz. Demak, bizga bu yerda olma 1 kilogram nok nok 2 kilogram anor 3 kilogram. Xo'sh, bu joyda biz yaratishda qiymat berishni ko'ryapmiz. Ya'ni yaratildi, oldindan biz o'zgarmas qiymat beryapmiz. Mana bu shaklda ko'ramiz. Yanada tushunarliroq bo'lish uchun bu arrayni tushiramiz. Mana bu shaklda bo'ladi. Mana key va value shaklda ko'rinadi. Ya'ni olma 1 kilogram, nok 2 kilogram, anor 3 kilogram degan biz oldindan qiymat berishni ko'ryapmiz. Buni print qilib ko'radigan bo'lsak, print fruits deydigan bo'lsak va bu joyda array ham bor. Buni ham print qilamiz. Deymiz. Xo'sh, mana do'stlar ko'ryapmizki, array. Mana bu arrayimiz. Buni ichidagi ma'lumotlar Ali, Vali, Husan, Hasan. Demak, bizda Ali, Vali, Husan, Hasan hammasi to'g'ri ketma-ketlikda chiqyapti. Ya'ni Ali birinchida, Ali, Vali ikkinchi, Vali. Demak, fruits dictionary. Dictionaryda bizda birinchi olma turgan edi, ikkinchi shaklda nok turgan edi. Bu yerda birinchi shaklda anor chiqyapti, 3 kilogram, nok ikkinchi bo'lib chiqyapti, uchinchi bo'lib olma chiqyapti. Ya'ni ko'ryapsizki, tartib saqlanmayapti. Qaytadan run qiladigan bo'lsak, ana endi yana boshqatdan. Nok birinchiga o'tib qoldi, olma ikkinchiga o'tib qoldi, anor uchinchiga o'tib qoldi. Har safar biz run qilgan vaqtimizda yoki dictionaryga murojaat qilgan vaqtimizda uning ichida nechta qiymat bo'ladigan bo'lsa, ularning qiymati tartib yo'q. Ya'ni arrayda ko'ryapsizki, mana hech qachon o'zgarmaydi. Ali birinchi berildimi, uni indeksi 0 va bu 0 hech qachon o'zgarmaydi. Dictionaryda agar biz birinchi, mana 0 qiymatiga olma beryapmiz, ammo bu 0 qiymatda har doim chiqmayapti. 0 qiymatda bular har doim indeksi har xil joyda joylashyapti. Arrayda esa indekslar qat'iy o'zgarmaydi. Birinchi bersak, birinchi holatda har doim o'zgarmas holatda bo'ladi. Dictionaryda esa bizdagi ichidagi har qanday elementlar doim o'zgaruvchan bo'ladi. Demak, tushunib oldikki, buni yozib olsangiz ham mayli. Dictionaryda hech qachon tartib saqlanmaydi. Arrayda esa tartib har doim o'zgarmaydi. Xo'sh, keyingisida asosiy amallarni ko'radigan bo'lsak. Element qo'shishdan oldin bu yerda print qilamiz. Fruits count deydigan bo'lsak, bunda ham count mavjud. Ya'ni o'sha to'plamning ichida nechta element borligini ko'rishimiz mumkin. Print qilamiz. Count 3. Demak, dictionary'imizda bizda 3 ta count mavjud. Bunda o'tgan safar arrayda ham ko'rgan edik. Fruits is empty degani bor edi. Arrayda ham bu bo'shmi, bo'sh emasmi, ya'ni ichida qiymati bormi, yo'qmi, o'shani tekshirishda is emptydan foydalanar edik. Buni ham tekshirishimiz mumkin.
Demak, false. Chunki bu bo'shmi? Bo'sh emas, chunki buning ichida qiymat mavjud. Agar qiymat yo'q bo'ladigan bo'lsa, bizga true qaytaradi. Xo'sh, do'stlar, element, ya'ni bu dictionary'imizga yangi qiymatni qo'shishni ko'ramiz. Bu joyda fruits ni yozamiz. Birinchi o'rinda e'tibor qilishimiz kerak. Fruitsimiz let shaklda, ya'ni konstanta, o'zgarmas holatda bo'lib turibdi. O'zgarmas bo'lganligi uchun unga yangi qiymatni qo'shish, undan ayirib tashlash, uni ustida amallar bajarish imkonsiz. O'shaning uchun buni var qilishimiz kerak. Fruits deymiz. O'tgan darsimizda biz arrayga append qilish orqali yangi ma'lumotni qo'shgan edik. Mana bu joyda names deymiz. Append new element. Bu string turibdi. Jahongir. Demak, arrayga biz append orqali yangi elementni qo'shar edik. Va bu qo'shganda ham arrayning eng oxiridan boshlab qo'shadi. Ya'ni o'sha elementlarni oxirisidan qo'shyapti. Fruits dictionaryda esa elementlar hech qachon tartibi mavjud bo'lmaganligi uchun bunga element qo'shayotganimizda uni oxiridan yoki qaysidir joydan qo'shish imkonsiz. O'shaning uchun ham bizda asosiy bir e'tibor qiladigan joyimiz bor. Agar biz dictionary'imiz ichida bir xil kalit so'zli keylar bo'lishi mumkin emas. Masalan, hozir bu yerda olma 1 kilogramm, nok 2 kilogramm deb yaratyapmiz. Agar biz shu joyda olma 1 kilogramm yozdik, yana bir marta o'sha olma kalit so'zi bilan qiymatini kilogramm qiladigan bo'lsak, bizda ikkita olma mavjud. Bir xil key bilan key bir xil, ammo valyulari har xil. Bizda dasturimiz xato ishlashni boshlaydi. Mana bu joyda dasturimiz bizga xatolikni beryapti. Duplicate key declared. Demak, bir xil turdagi key 2 marta takrorlandi deyapti. Biz dictionaryda bir xil kalit so'z bilan bir nechta elementlarni qo'shishimiz yoki ishlatishimiz mumkin emas. Ammo valuesi bir xil bo'lishi mumkin, key bir xil bo'lishi mumkin emas. Chunki biz mana bu dictionarydan ba'zi ma'lum bir elementni olib, uni ustida amal bajarishimiz uchun bizga ya'ni unique, o'zgarmas key kerak bo'ladi. O'sha key orqali biz murojaat qilamiz va o'sha key orqali ma'lumotini, ya'ni valuesini olishimiz mumkin bo'ladi. Agar bir xil turdagi key bo'lib, ma'lumoti har xil bo'ladigan bo'lsa, biz aynan bir xil, masalan, olma degan keyni berib 434 kilogrammlik olmani topishimiz uchun imkonsiz. Chunki ikkalasida ham bir xil key, qaysi birini qaytarishni bilmay qoladi va bizga dasturimiz xato ishlashni boshlaydi. O'shaning uchun dictionaryda biz bir xil key bilan bir nechta elementlarni yaratishimiz mumkin emas. Dastur bizga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun mana olma deyapmiz, xato beryapti. Endi bunga yangi elementni qo'shishni ko'ramiz. Fruits deymiz. Bu belgini qo'yamiz va bizning key string bo'lganligi uchun bu joyga stringli ma'lumot yozamiz. Endi bu joyga anjir deymiz. Anjir kalit so'zi bilan dictionaryga qo'shgan nimani? Mana bu value 333 kilogramm degan valyuni qo'shyapmiz. Demak, nima bo'lyapti bu joyda? Fruitsga anjir degan keyni, ya'ni polyani qo'shgan va uning valyusi 333 bo'lsin deb aytyapmiz. Biz bunga append qila olmaymiz. O'shaning uchun o'sha keyni beramiz va keyga value beryapmiz. Shu key value bitta bo'lib arrayda, ya'ni mana bu joyda saqlanadi. Ketma-ketlik yo'q bo'lganligi uchun bizga to'g'ridan to'g'ri har qanday joyga saqlashimiz mumkin. Endi print qilamiz. Fruits deymiz. Endi nimalar chiqadi? Tozalab olamiz.
Ketdik. Demak, anor 3 kilogramm, biz qo'shgan anjir. Mana, bizga anjirni qo'shib beryapti. Anjir 333 kilogramm. Nok 2 kilogramm. Demak, nokimiz eng oxirida chiqyapti, ammo bizda ikkinchida, ya'ni birinchi indeksda turgan edi. Ko'ryapsizki, yana bir marta qiladigan bo'lsak, anjir birinchi o'rinda chiqyapti. Demak, do'stlar, ko'rdikki, dictionary'da hech qachon tartib saqlanmaydi. O'shaning uchun bunda indekslar bilan ishlash yo'q, ya'ni bu bilan indeks orqali ishlab bo'lmaydi. Xo'sh, demak do'stlar, ko'rdikki, biz element qo'shishni ko'rdik. Fruitsga biz har doim yangi ma'lumot qo'shayotganimizda unga kalit so'zni beramiz. Ya'ni kalit so'zi ham noyob bo'lishi kerak, har doim takrorlanmas bo'lishi kerak. Masalan, ichida bir nechta anjir bo'lmasligi kerak. Faqat birta key, anjir nomidagi bir xil key bo'lishi kerak va unga ma'lumot beramiz. Keyingi safar yana qo'shganimizda xuddi shu shaklda fruits yozamiz va bu belgi bilan yangi key beramiz. Tenglik belgisi bilan o'sha keyga yangi ma'lumotni, value ni qo'shamiz. Demak, key va value shaklda qo'shiladi. Demak, key value shaklda bizga chiqarib beryapti. Demak, buni ko'rdik. Yopamiz. Elementlarni yangilash. Xo'sh, bizda endi anor elementini yangilaymiz. Ya'ni biz yangilaganimizda ham uning valyusini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Buni nima qilamiz? Fruits deymiz. Fruitsni anor degan keyda turgan elementni o'zgartiramiz. Ya'ni bunda anor turibdi. Undagi bor turgan anorni 3 kilogramm turibdi bu joyda. Endi biz o'shani 500 kilogramm deymiz. Va natijani ko'ramiz. Demak, anor turgan edi. Anor 500 kilogramm bo'lib qoldi. Demak, bizda bu joyda anor 3 kilogramm edi va biz mana bu joyda qiymatni yangilash orqali 500 kilogrammga o'zgartirdik. Va yana bir holatni ko'ramiz. Fruits deymizda mana bu joyda yangi elementni qo'shishni ko'rgan edik. Yangi elementni qo'shamiz degan vaqtimizda agar o'sha dictionary'ni ichida oldin mana shu kalit so'zi bilan qiymat berilgan bo'lsa, o'shaning qiymatini o'zgartirib qo'yar ekan. Mana bu joyda yangi element qo'shamiz deyapmiz. Masalan, yangi element qo'shamiz deb dictionary'da bor bo'lgan olma degan kalit so'zida oldin qiymat bo'lgan. O'sha qiymat, ya'ni olma degan kalit so'zi bo'lgan. Unga biz yangi qiymat beryapmiz. Ya'ni biz bilmadikki, olma degan kalit so'z ichida bor yoki yo'qligini. Shunchaki olma degan kalit so'zi bilan yangi qiymat qo'shamiz deb o'ylayapmiz, ammo bu dictionary'ning ichida bor bo'ladigan bo'lsa, o'shaning buni qo'shmasdan o'sha bor bo'lgan qiymatni, elementini o'zgartirib qo'yar ekan. Tekshirib ko'ramiz. Demak, olma mana shu, demak 1 kilogramm edi, bizda mana boshqa raqamga o'zgardi. Yangi element qo'shmadi, bor bo'lgan qiymatni qo'shib beryapti. Agar olma 2 deb qo'shadigan bo'lsak, demak olma 1, oddiy olma turibdi. Bizga olma 2 deb yangi bo'lim ochyapti va yangi elementni qo'shib beryapti. Chunki bizda key bu yerda takrorlanmagan. Agar takrorlanadigan bo'lsa, o'shaning qiymatini o'zgartirib qo'yar ekan. Elementni olish. Xo'sh, bu joyda name deymiz. Namesdan indeksda 0-chi turgan olamiz. Demak, arraydan biz ma'lum bir qiymatni olishimiz uchun uni indeksini berishimiz kerak edi. 0-chi indeksda turgan elementni olishni so'rayapmiz. Va biz ikkinchi shaklda fruitsdan
olmani olishni xohlaymiz. Bu joyda fruits yozamiz va bu belgi bilan biz olma kalit so'zida turgan elementni valuesini qaytarib berishni so'raymiz. Demak, olma degan vaqtimizda bizga olmani qaytarmaydi, ya'ni keyni qaytarmaydi. Bizga o'shana turgan valuesini qaytarib beryapti. Demak, biz optional degan keyboardda tugma bor. O'sha optionalni bosib ustiga bosadigan bo'lsak, bizga bu qanaqa turdagi ma'lumotni ko'rsatadi. Ya'ni bu name deganimiz string turidagi ma'lumot. Ya'ni bu qat'iy ma'lumot. Endi olmani ko'radigan bo'lsak, olma ham string turidagi ma'lumot, ammo bunda so'roq belgisi mavjud. Mana bu joyda ko'ryapmizki, olma degan kalit so'zni berganimizda bizga uning valuesini string qaytarib beryapti. Demak, bu joyda bu stringda so'roq belgisi mavjud. Arraydan olganimizda esa so'roq belgisi mavjud emas. Shu joyda e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan muhim nuqtalardan biri, ya'ni arrayda agar biz indeksdan tashqari qiymat beradigan bo'lsak, masalan, arraymizda 4 ta indeks mavjud. Ya'ni 4 ta element mavjud. Agar biz 20-elementni bermasak, mana shu joyda hozir agar 20-elementni ber deydigan bo'lsam, bunda 20 ta element mavjud emas va bu dasturimiz bizga crash beradi, ya'ni xatolikka olib keladi. Bu esa dasturimiz xato ishlashiga olib keladi. Ya'ni biz bu arrayda indeksga e'tibor qilishimiz kerak. Dictionary'da esa bu yaxshi tarafidan biri, hozir biz mana bu dictionary'imizning ichida yo'q bo'lgan kalit so'zni bersak, bizga dasturimiz xatolik otmaydi. Ya'ni xatolik olib kelmaydi. Shunchaki o'tib ketadi. Agar biz mana bu hozir tekshirib ko'ramiz. Olma emasda banan deymiz. Bu yerda banan mavjud emas, ammo bu yerda bu ham mavjud emas. Ko'ramiz, qaysi biri xato otar ekan. Demak, fatal error, index out of range. Bizda arrayimizning ichida xatolik beryapti. Ya'ni indeksdan tashqariga chiqib ketganligimiz haqida ogohlantiryapti. Lekin bizni dictionary'miz xatolik bermayapti. Chunki dictionary'miz optional. Bizda mana bu so'roq belgisi optionallik ma'noni anglatadi. Ya'ni qiymat berilsa oladi, qiymat berilmasa null holatga, ya'ni hech qanaqa yo'qlik holatiga tushib qoladi. Qiymat bo'lsa oladi va yuklanadi, qiymat bo'lmasa indamaydi. Shunchaki o'tib ketadi. Bu optionallik darsini biz optionallik bu ham bir chuqurroq mavzu bo'lganligi uchun bunga chuqur to'xtalmaymiz. Buni shunaqa ekanligini bilib olaylik. Keyingi darslarimizda optional nima ekanligini batafsil o'rganib chiqamiz. Demak, bilib olishimiz kerak. Dictionary'dan ma'lum qiymatni olayotgan vaqtimizda bizga u qiymatni optional shaklda berar ekan. Bu arraydan olayotganimizda esa bizga qat'iy qiymat berar ekan. Mana biz bu joyda qat'iy qiymatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni hech qanaqangi optional yo'q. Bunda esa optional mavjud. Demak, shuni bilib olaylik. Hozircha keyingi darslarimizda esa biz optionalni chuqurroq tushuntirganimda bularni batafsil yana optionalga nima ekanligini va ularning ustida qanaqa ishlashligini ko'rib chiqamiz. Demak, elementni olishni ko'rdik. Elementni keyni berar ekanmiz. Keyga qarab bizga valuesini qaytarib berar ekan. Endi bu joyda elementni o'chirishni ko'ramiz. Yana kopya olamiz. Demak, elementni o'chiramiz. Biz arrayda ko'rgan edik. Remove at, ya'ni qaysi indeksda turgan elementni o'chirishni aytar edik. 0-elementda turgan arrayning ichidagi 0-elementini o'chirishni xohlaganimizda biz 0-ni berishimiz kerak. Endi fruitsda ozroq boshqacharoq remove value qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz dictionary ichida o'chirishimiz kerak bo'lgan narsa indeks emas, bizga key berishimiz kerak bo'ladi. Demak, olmani o'chiramiz. Olmani o'chirganmiz. Bunda ham ko'radigan bo'lsak, qaytadigan qiymat string, qaytadigan qiymat optional. Demak, nimaga optional bo'lyapti? O'chirganimizda ham
qiymatni dictionary ichidagi keyda o'sha olma degan keydagini o'chiradi va yo'qotadi. Va yo'qotgan, o'sha o'chirgan qiymatni qaytarib beryapti. Agar biz olma emas, bu yerga yana banan beradigan bo'lsak, banan mavjud emas, buni o'chiraman deb harakat qilib ko'radi. O'chira olmasa, optional beradi. Ya'ni xatolik bermaydi bizga. Bizga optional hech narsa o'chira olmadim degan null degan qiymat qaytaradi. Bu null esa dasturimizni ya'ni crash holatiga olib kelmaydi. Buni yana ko'ramiz. Demak, biz dictionary ichidan o'chirgan vaqtimizda remove value for key, ya'ni biz keyga string beryapmiz. Chunki biz mana bu joyda stringdan foydalanyapmiz. Agar biz bu joyda intdan foydalanganimizda, ya'ni biz index mana bu raqam berganimizda endi xato beryapti. Endi bu joyga biz 1 2 2 3 beryapmiz. Demak, biz har qanday ma'lumot turini berishimiz mumkin. Bu joyda ko'rib turibsizki, int beryapmiz. Ya'ni int tipidagi key hisoblanyapti. Endi mana bu remove value ni qaytadan ishlatadigan bo'lsak, bizga int so'rayapti. Chunki bu fruitsdagi keylar int tipidagi ma'lumot hisoblanyapti. Endi biz bunga key berishimiz kerak. Ya'ni 22 ni o'chir deymiz. 22 kalitdagi turgan elementini o'chirishni so'rayapmiz. Yana bir e'tiborga oladigan jihatlardan biri shuki, agar biz dictionary bilan ishlaganimizda mana bu joyga boolean ham berishimiz mumkin, karakter berishimiz mumkin, har qanday ma'lumot turini berishimiz mumkin bo'ladi. Ammo biz professional darajada ishlashimiz uchun bizda har doim string bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Chunki string bilan doimiy programma bilan doimiy programmering ishlarimizda har doim biz string bilan qo'llaniladi. Chunki bu qulay va osonroq. Nazar qaytaramiz. Xo'sh, ko'rdik. Olmani o'chiramiz. Print qilamiz. O'chirilganligini olma. Name. Demak, Ali chiqyapti. Birinchi name'imizni o'chiryapti. Ali degan name'ni o'chirdik. Biz 0-elementini o'chiryapmiz. Birinchi elementimizda, endi bu fruitsning ichida 1 kilogramm o'chirgan elementimizni chiqaryapti. Va bu joyda fruitsni print qilamiz. Fruitsni o'zini ham print qilib ko'raylik. Demak, mana dictionary ichida olma degan kalit so'zi ham, valuesi ham yo'qoldi. Chunki olma degan kalit so'zidagi o'sha poliyani o'chirib tashla deb buyruq berdik. Va bizga qiymatini qaytarib berdi. Mana bizda qat'iy va optional degan joyda mana optional deb yozyapti va 1 kilogramm qiymatni qaytaryapti. Optional qiymat qaytaryapti. Optionallikda majburiy chiqarish uchun biz mana bu belgini qo'ysak 1 kilogramm ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu nima uchun buni qo'ydik? Keyingi darslarimizda ko'ramiz. Demak, biz elementni o'chirishni ko'rdik. Remove value for key. Keyga biz buning ichidagi keyni berishimiz mumkin. Berishimiz kerak, shart. Demak, bu joyda biz remove all qilamiz. Biz bittani o'chirishni ko'rdik, endi bu joyda barchasini o'chirishni ko'ramiz. To'xtangizlar, bu joyda yana bir marta o'chirishni ko'radigan bo'lsak, xo'sh, bu joyda o'sha kalit so'zidagi elementni o'chirishni ko'rdik. Ya'ni biz remove funksiyasini chaqirib o'chiryapmiz. Ammo biz oddiyroq shaklda ham o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun anor degan kalit so'zidagi elementni nil deydigan bo'lsak, bizda o'sha anor kalit so'zida turgan qiymatni o'chirib tashlaydi. Demak, bu joyda ko'ryapmizki, do'stlar, fruits yozyapmiz, o'sha kalitni beryapmiz va nil degan so'zni yozyapmiz. Nil degani boyagi so'roq belgisi optional.
optionallik bizda qiymati null hisoblanadi. Null degani bu ya'ni 0, yo'q degani. 0 degani hech qanaqa yo'q degani. 0 kilogramm. Qancha kilogramm? Yo'q kilogramm. Xuddi shunday null degani hech qanaqangi yo'q degani. Ya'ni hech qanaqa yo'q qiymat degani. Agar biz mana shunga key berib null beradigan bo'lsak, mana shu keydagi, ya'ni anor mana shu keydagi qiymatni hammasini o'chirib tashlashimiz mumkin. Mana shu ko'rinishda. Bu nullni keyingi darslarda endi ko'ramiz. Demak, orqaga qaytamiz. Bu joyda barchasini o'chirishni ko'ramiz. Remove all deymiz. Fruitsda ham remove all deyishimiz mumkin. Demak, bu ikkalasi ham bir xil ishlaydi. Print qilib ko'radigan bo'lsak, names fruits. Demak, bizga bo'sh qaytaryapti. Demak, bo'sh array bu shaklda, bo'sh dictionary bu shaklda. Demak, remove all shaklda biz barcha elementlarni o'chirib tashlayapmiz. Va biz yana bir o'chirish usuli, bu funksiya orqali o'chiryapmiz. Biz fruitsni chaqirib, fruitsni berib, bo'sh dictionary beradigan bo'lsak, biz o'sha qiymati mavjud bo'lgan dictionaryni o'chirib tashlaydi va o'sha bo'sh arrayni ustiga yuklab qo'yadi. Bu esa bizda dictionaryimizni bo'sh qilib qo'yadi. Bo'sh esa o'chirildi hisoblanadi. Arrayda ham shu, names yozamiz va bunda bo'sh array beradigan bo'lsak, ikkisida ham o'chirildi, ya'ni barcha qiymatlar o'chirildi deyiladi. O'chirib qaytadan mana bu shaklda o'chiryapmiz va qaytadan run qilib ko'ramiz. Mana qaytadan yana o'sha bo'sh array mavjud bo'lib qoldi. Xo'sh, keyingi bo'limimizda fruitsni ko'radigan bo'lsak, bularni o'chiramiz. Endi barcha kalit yoki qiymatlarni olishni ko'ramiz. Bu joyda qanday? Masalan, keys deymiz. Keylarini olishimiz kerak. Fruits deymiz. Nokta keys degan. Keys deymiz. Bu mana shu elementdagi barcha keylar ro'yxatini qaytarib beradi. Keys deymiz. Let deymiz. Value deymiz. Values deymiz. Fruitsda values deymiz. Demak, values. Demak, bu bizga collection. O'sha mana shu dictionaryning ichidagi kalitlar to'plamini qaytarib beradi. Yoki valuelar qiymatini qaytarib beradi. Values. Print qilamiz. Case. Print qilamiz. Values. Natijani ko'ramiz. Demak, bizga birinchi kalitlar to'plamini qaytarib beryapti. Ikkinchi esa, ya'ni qiymatlarini qaytarib beryapti. Qiymatlar to'plamini qaytarib beryapti. Ikkinchi marotaba yana run qilib ko'ramiz. 2 kilogramm, 1 kilogramm, 2 kilogramm. Demak, bizga faqat valuelar qiymatini qaytaryapti va faqat keylar qiymatini qaytaryapti. Demak, do'stlar, bugungi darsimiz shulardan iborat. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Albatta ularni ko'rib, yordam berishga harakat qilaman. Va bizni darslarimizni boshqa dasturchilarga ham, ya'ni yangi o'rganishni boshlagan do'stlarimizda, ya'ni iOS'ni o'rganmoqchi bo'lgan, qiynalib yurgan do'stlarimizga yuborib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Keyingi darslarimizda biz data structure'ni, keyingi darslarni ko'ramiz. Ya'ni set degan bo'limini ko'ramiz. Xayr, salomat bo'ling.